Bismillahirrohmanirrohim. Shifohiy kitobidan darslarimizni davom ettiramiz. Xudo xolasa biz bugungi darsimizda 18-darsga kelib to'xtaganmiz. Mana shu joydan davom ettiramiz. Xo'sh, bu darsda eski qoidalarni yig'indisi deb tushunsak ham bo'ladi. Bu yoqda deyarli bizni qiynaydigan narsa yo'q, faqat bitta laysani sal o'zgargan shakli bor, shuni gaplashamiz. Demak, lug'atlar kitabun, kutubun, kitoblar, daftarun, dafatiru, daftarlar, g'oyrimunsarifa esdan chiqmasin. Buni boshida o'tganmiz. Agar lug'atda tanvinsiz bersa, xato bo'lmasa, aksar holatda sahifatun, suhufun, bu mana shu xato ketgan. Mana aytib turgan. Suhufun bu tanvin bilan, g'ilafun, g'ulufun bu ham tanvin bilan, qalamun, aqlamun bu ham tanvin bilan, hibrun, ahbarun bu ham tanvin bilan. Subhanalloh. Mihbaratun, mahabiru, sunduqun, sanadiqu bu tanvinsiz. Jadidun yangi, demak boshqatdan tarjimalar qolib ketdi. G'ilafun, g'ulufun, g'iloflar, qalamun, aqlamun, qalamlar, hibrun, ahbarun bular siyohlar, mihbaratun, mahabiru siyohdon, sunduqun, sanadiqu sandiq, jadidun yangi, atiqun eski, qalilun kam, kafirun ko'p, faqat degan o'zbek tilidagi bilan bir xil. Aydon ham yana ma'nolarni berib ketamiz joyiga qarab. Libakrin o'zi aslida ma'no joyiga qarab tarjima qilinadi. Lekin kitobimizda mana shu 18-darsda Bakrda bor ma'nosida keladi. Laysa libakrin bu Bakrda yo'q ma'nosida keladi. Ma libakrin bu laysa libakrin bilan bir xil, ya'ni Bakrda yo'q ma'nosida. Wala bu o'sha savol so'rayotganimizda avla bor edi o'tgan darsda. Xuddi shunga o'xshaydi, faqat inkor qilayotganimizda wala bilan inkor qilamiz. Ya'ni menda kitob ham yo'q, daftar ham yo'q deydigan bo'lsak, laysa li kitabun wala daftarun qilamiz. Lahu unda bor, laysa lahu unda yo'q. Laka senda bor, laysa laka senda yo'q. Li menda bor, laysa li menda yo'q. Hal li bakrin Bakrda bormi? Hal lahu unda bormi? Hal laka senda bormi? Hal li menda bormi ma'nosida. Bu yoqda shu bitta narsalar bor, tushuntirib qo'yaman inshaalloh borganda. Hop, hadal kitabu jadidun, bu kitob yangidir. Hadihil kutubu jadidatun. Bu o'tgan darsdagi qoida. Mana bu al-kutub aqlsiz narsalarning ko'pligi. Shuning uchun biz hadihi muannas birlikda, jadidatun muannas birlikda ishlatyapmiz. Zakal kitabu atiqun, anavi kitob eskidir. Tilkal kutubu atiqatun, anavi kitoblar eskidir. Hozirgi qoida. Hadihi sahifatu kabiratun, bu sahifa kattadir. Tilka suhufu kabiratun, anavi sahifalar kattadir. Hozirgi qoidamiz ko'plik, lekin oldida tilka bilan kabiratunni birlikda ishlatyapmiz. Aqlsiz narsalarning ko'pligi bo'lgani uchun. Hadal g'ilafu wasi'un, bu g'ilof kengdir. Tilkal g'ulufu wasi'atun, anavi g'iloflar kengdir. Hadal qalamu tawilun, bu qalam uzundir. Tilkal aqlamu qasiratun, anavi qalamlar qisqadir. Hadal hibru jadidun, bu siyoh yangidir. Tilkal ahbaru atiqatun, anavi siyohlar eskidir. Hadihil mihbaratu wasi'atun, bu siyohdon kengdir. Tilkal mahabiru dayiqatun, anavi siyohdonlar tordir. Hada sunduqu tawilun, bu sandiq uzundir. Tilka sanadiqu qasiratun, anavi sandiqlar qisqadir. Sunduquhu wasi'un, uning sandig'i kengdir. Kitobda uslubini tushunishga harakat qilamiz. Ko'p aytyapman bu gapni. Mana shu joygacha 3-chi, 4-chi, 5-chi darslarda kelgan tarkib kelyapti. Endi 6-darsdan boshlab kelgan tarkib, ya'ni idofiy shakliga o'tdi. Sunduquhu wasi'un, uning sandig'i kengdir. Sanadiquhum dayiqatun, ularning sandiqlari tordir. Sunduqi jadidun, mening sandig'im yangidir. Sunduquki atiqun, sening sandig'ing eskidir. Kitabu hadal waladi sag'irun, bu bolaning kitobi kichkinadir. Bu 8-darsdagi tarkibga o'tdi. Daftaru zakal waladi kabirun, anavi bolaning daftari kattadir. Sahifatu hadal kitabi kabiratun, bu kitobning sahifasi kattadir. Biz e'tibor bering, bu joyda mana bu sahifa so'zi haqida gap ketayotganligi uchun kabiratun qilyapmiz. G'ilafu zakal kitabi sag'irun, anavi kitobning g'ilofi kichkinadir. Hibru hadihil mahabiri qalilun, bu siyohdonlarning siyohi. Qarang, biz bitta hibr haqida gaplashyapmiz. O'shaning uchun qalilun. Hibru tilkal mahabiri kathirun, anavi siyohdonlarning siyohi kattadir. Mahabiru hadal maktabi kathiratun, bu maktabning siyohdonlari ko'pdir. Muannas birlikda keltiryapmiz, aqlsiz narsa bo'lgani uchun. Aqlamu haula'il awladi jadidatun, bu bolalarning qalamlari yangidir. Aqlam muannas birlikni hukmida, shuning uchun jadidatun muannas birlik shaklida kelyapti. Aqlamu ulaikal awladi atiqatun, anavi bolalarning qalamlari eskidir. Al-kutubul kabiratu qalilatun, kitoblar al-kabiratu muannas birlikda kelyapti. Katta kitoblar ozdir.
Al-kutubu sagiratu kathiratun. Kichkina kitoblar ko'pdir. Ad-dafatiru sagiratu qalilatun. Kichkina daftarlar ozdir. Ad-dafatirul qasiratu kathiratun. Qisqa daftarlar ko'pdir. Al-ghuluful kabiratu wasi'atun. Katta g'iloflar kengdir. Al-aqlamul kabiratu tawilatun. Katta qalamlar uzundir. Al-aqlamus sagiratu qasiratun. Sagir ya'ni kichkina qalamlar qisqadir. Al-mahabirul kabiratu wasi'atun. Katta siyohdonlar kengdir. Al-mahabirul jadidatu kathiratun. Yangi siyohdonlar ko'pdir. Al-mahabirul atiqatu qalilatun. Eski siyohdonlar ozdir. As-sanadiqul kabiratu wasi'atun. Katta sandiqlar kengdir. As-sanadiqus sagiratu dayiqatun. Kichkina sandiqlar tordir. Hada kitabi. Bu mening kitobim. Zaka daftari. Ana bu mening daftarim. Hada g'ilafuka. Bu sening g'ilofing. Zaki qalamuka. Ana bu sening qalaming. Mana shu joygacha biz o'tgan darslarimizda ko'rib o'rgangan tarkiblarimiz keldi. Endi tarkib almashyapti. Qoida bo'yicha mubtada xabar birinchi kelishi, mubtada birinchi kelishi, xabar ikkinchi kelishi kerak edi. Faqat agar gap mana bunga o'xshash jor majrur bilan boshlansa, libakrin bu xabar bo'ladi. Kitabun jadidun bu mubtada bo'lyapti. Kechikyapti. Buni nomi bor o'zi. Xabar muqaddam, mubtadai muaxxar deb ishlatiladi. Lekin siz o'zbekcha tushunib oling. Agar mubtadoimiz jor majrur bilan, gapimiz jor majrur bilan boshlansa, biz bunda uni xabar deymiz. Undan keyin kelayotgan raf ismni esa biz mubtado deymiz. Tushunarlimi? Bu kitobimizda keltirilgan misoldan agar foydalanadigan bo'lsak, libakrin kitabun jadidun. Endi mana shu joyda mana bu lini jor deyiladi. Bakrni esa majrur deyiladi. Mana shu ikkalasi bitta bo'lib turib xabar, faqat oldinga o'tgan. Mana bu kitabun esa mavsuf, orqasidan kelayotgani esa sifat bo'lib turib, bu ikkalasi mubtado bo'ladi. Faqat kechikyapti. Bo'ldi, masala shu. O'rni almashib qolgan deb tushunsangiz, oson tushunasiz. O'zi bu yerda ancha gap ko'p. Men endi soddalashtirib o'tyapman. Va sunduqun kabirun aydon. Bu yerda mana bu sunduqun yana mavsuf, kabirun sifat, bu ikkalasi ma'tuf. Mana bu kitabun jadidunga otiladi. Ma'tufun alayh bular bo'ladi. Aydon degani yam deb tarjima qilamiz. Ya'ni katta sandig'i yam bor. Laysa li bakrin daftarun jadidun va la bakrun atiqun. Qarang, Bakrni yangi daftari yo'q, eski qalami ham yo'q. Vala degani yam deb tarjima qilyapman. Unaqa ham yo'q, bunaqa ham yo'q deb ishlaydi bu. Vala. Tushunarlimi? Li aliyin qalamun wahidun faqat. Alini faqat qalami bor xolos. E'tibor bering. Li aliyin xabar, qalamun wahidun esa mubtado. Faqat esa u ta'kidlash uchun kelyapti deb turaverasiz. U faqatni hozir tarkibini tushunish shart emas. Olib tashlang, ma'noda o'zgarish bo'lmaydi. Faqat o'sha ma'noyizni kuchaytirib beradi. Ta'kid deb ketavering, ziyoni yo'q hozir. Laysa li aliyin qalamun tawilun. Alini uzun qalami yo'q. Lahu abun g'aniyun. Uni boy otasi bor. Qarang, uning otasi boy demayapmiz. Uning boy otasi bor. Bor degan so'zni beryapmiz. E'tibor bering. Laysa lahum aba'un ulama'u. Ularning olim otalari yo'q. Laha ummun maridatun. U ayolni kasal onasi bor. Laysat lahunna ummahatun maridatun. U ayollarning kasal onalari bor. Laka akhun kabirun. Seni akang bor. Akhun kabirun aka degan. Laysa lakum ikhwatun kibarun. Sizlarning akalaringiz yo'q. Laka ukhtun saghiratun. Seni singling bor. Laysat lakunna akhawatun saghiratun. Sizlarning singillaringiz yo'q. Ayollarga aytilyapti. Li sadiqun alimun. Mening olim do'stim bor. Qarang, mening do'stim olim demayapman. Meni olim do'stim bor. Laysa li aduvun zolimun. Meni zolim dushmanim yo'q. Lana rufaqa'u sulaha'u. Bizni solih yo'ldoshlarimiz bor. Laysa lana shuraka'u aghbiya'u. Bizlarni tentak sheriklarimiz yo'q. Li aliyin sadiqun solihun va aduvun fasiqun aydan. Alini solih do'sti va fosiq dushmani ham bor. Mali Bakrin abun sahihun ballahu jaddun maridun faqat. Bakrni sog'lom otasi yo'q, ya'ni soppa-sog' otasi yo'q, balki kasal bir bobosi bor faqat. Li Zaydin avladun mujtahiduna. Zaydni tirishqoq bolalari bor. Amma ibnuhul kabiru fa mudarrisun. Katta o'g'li o'qituvchidir. Va amma ibnuhus saghiru fa imamun. Kichik o'g'li imomdir. Va amma ibnatuhul kabiratu fa muallimatun. Katta qizi muallimdir. Muallima ya'ni o'qituvchidir. Va amma ibnatuhu saghiratu fa hayyatatun. Kichik qizi esa tikuvchidir. Mana shu joyda ham bitta tarkibni yaxshi tushunib olish kerak. Bu yerda esinglarda bo'lsa, biz avval mana bu deylik tasavvurini aytadigan bo'lsam, g'ulamu bakrin desam,
mudof ilayhni yoki al kitabul kabiru desam mavsus sifatni eslaysiz. Endi shu ikkalasi qorishadi, bir-biriga kirib ketadi. E'tibor bering. Ibnuhu al kabiru deyapmiz. Ibnuhu al kabiru. Bu joyda nima bo'lyapti? E'tibor bering. Harakatlarni qo'yib qo'y, chalg'imaslik uchun. Ibnuhu al kabiru. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda bo'layotgan narsa shuki, mana bu ibn kalimasi ham mana bu h bilan birlashib kelyapti, ham orqasidan keyingi kelayotgan al-kabirga ham aloqasi bor. Shuning uchun ibn kalimasi, e'tibor bering, ibn kalimasi mudof. Mana bu ha esa mudofun ilayh bo'ladi. Uning o'g'lida faqat biz uni o'g'lini sifatlayapmiz. Mana bu yana nima bo'ladi? Mavsuf. Tushunyapsiz-da? Mana bu al-kabir esa sifati bo'ladi. Tushunarlimi? Ya'ni mavsuf bilan sifatning orasiga mudofun ilayh tushib qolyapti. Masala shu. Bu yoqda xuddi shu tarkibni boshqacha variantlari ham keldi. Masalan, ibnatuhu as-saghiratu. Bu yoqda nima bo'ldi? Ibnatuhu degan joyimizda mana bu ibnatu kalimasi mudof, mana bu hu esa mudofun ilayh, mana bu mudof esa boshqatdan nima bo'ladi? Mavsuf, as-saghirati esa sifati bo'ladi. Tushunarlimi? Sifat bo'ladi. Tarjima qilganingizda uning kichkina qizi. Tushunarlimi? Mana shu tarkib yangilik bo'ldi bugungi darsimizda. Mukallama, endi bu gaplashish degani, dialog deb tarjima qilsak. Hal li aliyin ikhwatun awla? Alina aka-ukalar bormi yoki yo'qmi? Na'am, lahu akhun kabirun va akhun saghirun aydan. Uni akasi va ukasi ham bor. Hal li bakrin kitabun awla? Bakrning kitobi bormi yoki yo'qmi? La, laysa lahu kitabun va la daftarun aydan. Uni kitobi ham, daftari ham yo'q. Hal laka qalamun aw mihbaratun? Seni qalaming yoki siyohdoning bormi? Na'am, li qalamun faqat va laysa li mihbaratun. Ha, meni faqat qalamim bor, siyohdonim yo'q. Hal li sunduqun jadidun aw atiqun aw la? Meni yangi yoki eski sandig'im bormi yoki yo'qmi? La, laysa laka sunduqun jadidun va la sunduqun atiqun aslan, bal laka khilafun wahidun faqat. Yo'q, seni yangi sandig'ing ham, eski sandig'ing ham yo'q, aslo yo'q. Balki seni faqat bitta g'ilofing bor. Hal lakum abun aw ummun? Sizlarning otangiz yoki onangiz bormi? Lana abun faqat va laysa lana ummun. Bizni faqat otamiz bor, onamiz yo'q. Hal lakum awladun? Sizlarning farzandlaringiz bormi? Na'am, lana abnaun kibarun va banatun saghiratun aydan. Ha, bizni katta o'g'illarimiz va kichkina qizlarimiz ham bor. Buni tarkibini tushundinglar degan umiddaman. Unaqangi qiyin narsa emas, inshaalloh. Uni tushunish u darajada odamni qiynab qo'yadigan tarkib hisoblanmaydi. Faqat shu nega unaqa bo'layotganini tushunib olish kerak va buni haqiqiy ma'noda grammatika o'tganda chekirasizlar. Faqat hozir tarjimaga yordam beradigan darajada tushuntirib qo'ydik, xolos. Tushunarlimi? 19-darsda ham ko'ramiz, unaqa qiyin emas. Shay'un ashya'u g'ayr musarrif tanvin olmaydi. Buni tafsiloti bor. Shajarun ashjarun tosh, shay'un ashya'u narsalar degani. Shajarun ashjarun daraxtlar. Hajarun ahjarun toshlar. Toyinun atiyan bu loylar, qutnun aqton paxtalar, lavhun alwah doska yoki taxta ma'nosida ham keladi. Hablun ahbal bu arqon ip. Asiyun bu hassalar degani. Sulbun qattiq, layyinun yumshoq, mustaqimun to'g'ri, muwajjun qiyshiq, saqilun og'ir, xafifun yengil, g'alizun qo'pol yoki pishiq ma'nosida ham keladi, lekin qo'pol. Matinun mana shunisi mustahkam degani. Shajarun tanvin bilan, shajarun daraxt degan. Shajaratun esa bitta daraxt. Lavhun taxta yoki doska, lavhatun bitta taxta yoki bitta doska degan. Ya'ni qarang, muannas bo'lib qola olmaydi-da. Endi lafz e'tiboridan bo'lishi mumkin, lekin ma'no e'tiboridan muannas bo'la olmaydi daraxt. Shuning uchun buni toy marra deydi. Ya'ni bir marta, bir dona degan ma'noni beruvchi ta hisoblanadi. Tushunarlimi? Asoya meni hassam buni tushuntiryapti. O'zi aslida biz kalimani oxiriga sukunli berardik-ku, kitabi, ismi, qalami. Faqat mana bu alifdan keyin sukunli yo bersak, tilga nima bo'lib qoladi? Ijtimoiy sokin bo'lib qoladi. Shuning uchun asoyi emas, asoya deb fatha bilan o'qish. Shuni aytyapti.
Hada shajaru bu daraxt, hadihi shajaratu bu bitta daraxt. Hada lavhu bu doska yoki taxta, hadihi lavhatu bu bir dona doska yoki bir dona taxta ma'nosini beradi. Lug'atida bunaqangi qiyin narsa yo'q, to'g'risi. Faqat o'sha e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu asoya kalimasi. Keyin mana bu t qo'shilgan. Shajarun bitta daraxt, shajarun daraxt, shajaratun bitta daraxt yoki lavhun taxta, lavhatun bitta taxta ma'nosida. Al-jumalul arabiyyatu arabcha jumlalar hada shay'u sulbun bu narsa qattiqdir. Hadihi al-ashya'u sulbatun bu narsalar qattiqdir. Yana o'sha qoidamiz, aqlsiz narsalarning ko'pligi oldinda va orqasida muannas birlik muomala ko'ryapti. Zaka shay'u layyinun anavi narsa layyinun yumshoqdir. Tilkal ashya'u layyinatun anavi narsalar yumshoqdir. Hada shajaru sulbun bu daraxt qattiqdir. Hadihi al-ashjaru sulbatun bu daraxtlar qattiqdir. Zakal hajaru thaqilun anavi tosh og'irdir. Tilkal ahjaru thaqilatun anavi toshlar og'irdir. Hada at-tinu layyinun bu loy yumshoqdir. Zakal qutnu khafifun anavi paxta yengildir. Hada al-lawhu kabirun zakal lavhu kabirun anavi taxta kattadir. Tilkal alwahu kabiratun anavi taxtalar kattadir. Hadal hablu matinun bu arqon mustahkamdir. Hadihi al-ahbalu matinatun bu arqonlar mustahkamdir. Tilkal asa ghalizatun anavi hassa ghalizatun bu qo'pol. Mana bu aso kalimasi muannas hisoblanadi. Arab tilida shunaqa belgilari bo'lmasa ham muannas hisoblanadigan ba'zi kalimalar bor. Buni majoziy muannas deydi. Bular juda kam. Endi bular o'sha o'qituvchi aytib ketadi, iloji yo'q. Tilkal usiyuni ghalizatun anavi hassalar qo'poldir. Al hajaru shay'un sulbun wat-tilu shay'un layyinun tosh qattiq narsadir, loy yumshoq narsadir. Hada shajaru mustaqimun bu daraxt to'g'ridir. Hadihi shajaratu mustaqimatun bu bitta daraxt to'g'ridir. Hada lavhu tawilun bu taxta uzundir. Hadihi lavhatu tawilatun bu bitta daraxt uzundir. Tilka shajaratu mu'wajjatun anavi daraxt bitta daraxt qiyshiqdir. Zakal lavhu qasirun anavi taxta qisqadir. Tilka lavhatu qasiratun anavi bitta taxta qisqadir. Zaka shajaru mu'wajjun anavi daraxt qiyshiqdir. Shajaratuhu sag'iratun uning bitta daraxti kichkinadir. Lavhatuka tawilatun sening bitta taxtang uzundir. Habli matinun mening arqonim mustahkamdir. Asoya khafifatun mening hassam yengildir. Shajaratu aliyin tawilatun alining bitta daraxti uzundir. Lavhatu valiyin kabiratun valining bir dona taxtasi kattadir. Hablu mahmudin ghalizun mahmudning arqoni qo'poldir. Aso xolidin thaqilatun xolidning hassasi og'irdir. Hada shajarul kabiru thaqilun bu katta daraxt og'irdir. Zaka shajaru sag'iru shay'u sag'iru khafifun anavi kichkina narsa khafif ya'ni yengildir. Hada al-hajaru sulbu matinun jiddan bu qattiq tosh juda mustahkamdir. Al-lawhu at-tawilu kabirun uzun taxta kattadir. Al-hablul ghalizu matinun demak qo'pol arqon mustahkamdir. Al-asal qasiratu sag'iratun qisqa hassa kichkinadir. Al-ashya'ul jadidatu azizatun yangi narsalar azizdir. Al-ashjaru sulbatu qalilatun jiddan qattiq daraxtlar juda ham kamdir. Endi bu yerda qattiq deb mustahkam yoki o'sha pishiq deb tarjima qilsak sal o'zbekcha ishlar ekan. Al-ahjaru sulbatu kathiratun qattiq toshlar ko'pdir. Al-ahbalu tawilatu qalilatun uzun arqonlar ozdir. Al-usiyul mu'wajjatu kathiratun qiyshiq hassalar ko'pdir. Aso hada shayxi ghalizatun va tawilatun bu shayxning hassasi qo'pol va uzundir. Aso zaka shabbi qasiratun va khafifatun anavi yigitning hassasi qisqa va yengildir. Aktharul ashjari layyinatun va aktharul ahjari sulbatun daraxtlarning aksari yumshoqdir va toshlarning aksari qattiqdir. Ba'dul ashjari sulbun va ba'dul ahjari layyinun ba'zi daraxtlar qattiqdir va ba'zi toshlar yumshoqdir. Endi yasama boshqalarni nazarda tutayotgan bo'lsa kerakda. Kullu taynin thaqilun va kullu qutnin khafifun har loy og'irdir, har paxta yengildir. Aktharul alwahi ashjarun taxtalarning aksari daraxtdir, ya'ni daraxtlardir. Aktharul ahbali tawilatun arqonlarning aksari uzundir. Aktharul usiyyi ashjarun
hassalarning aksari daraxtlardir. Al-ashjaru val ahjaru val atyanu kulluha ashya'u. Daraxtlar, toshlar, loylar, bular hammasi narsalardir. Hadhihi al-alwahu al-mustatilatu kabiratun. Bu uzun taxtalar kattadir. Hadhihi al-ahbalu al-matinatu ghalidhatun. Bu mustahkam arqonlar kattadir. Uzr, qo'poldir. Hadhihi al-usiyyu al-qasiratu mu'wajjatun. Bu qisqa hassalar qiyshiqdir. Hada shay'u imma shajarun aw hajarun. Bu narsa yo daraxt yo tosh. Hada al-hajaru imma kabirun aw saghirun. Bu tosh yo katta yo kichik. Hada at-tinu imma sulbun aw layyinun. Bu loy yo qattiqdir yo yumshoqdir. Ba'du al-ashya'i sulbun va ba'duha layyinun, amma al-hajaru fa sulbun va amma at-tinu fa layyinun. Ba'zi narsalar qattiqdir, ba'zisi yumshoqdir. Tosh qattiqdir, loy yumshoqdir. Ba'du al-ashya'i thaqilun va ba'duha khafifun, amma al-hajaru fa thaqilun va amma al-qutnu fa khafifun. Ba'zi narsalar og'irdir va ba'zilari yengildir. Tosh og'irdir, paxta yengildir. Xo'sh, mukalama, ya'ni dialog. Hal hada shay'u shajarun aw la? Bu narsa daraxtmi yoki yo'q? Na'am, huwa shajarun la hajarun. U daraxt, tosh emas. Hal hada al-hajaru sulbun? La, laysa huwa bisulbin bal layyinun. Bu tosh qattiqmi? Yo'q, u qattiq emas, balki yumshoqdir. Hal li aliyin asan aw la? Alina hassasi bormi yoki yo'q? Na'am, lahu asan tawilatun va hablun matinun aydan. Ha, uni uzun hassasi va pishiq arqoni ham bor. Hal li valiyin qalamun mustaqimun? Valini mustaqiman, uzun yoki to'g'ri qalami bormi? La, laysa lahu qalamun mustaqimun va la muwajjun bal lahu mihbaratun wahidun faqat. Yo'q, uni to'g'ri ham, qiyshiq ham qalami yo'q, balki uni faqat bitta siyohdoni bor. Hal asoya muwajjatun? Mening hassam qiyshiqmi? Na'am, asoka muwajjatun. Ha, sening hassang qiyshiqdir. Hal laka ason aw la? Seni hassang bormi yoki yo'qmi? Hal la, laysa li ason va hablun aydan bal li lawhatun faqat. Yo'q, meni hassam ham, arqonim ham yo'q, balki menda bitta o'sha taxta bor xolos. Hal li shay'un? Meni nimamdir bormi? Na'am, laka ashya'un kathiratun va anta lasta bifaqirin bal ghaniyun jiddan va amma jaruka fa faqirun jiddan. Ha, seni ko'p narsalaring bor. Sen kambag'al emassan, balki juda boysan. Qo'shning esa, ammoga shu, qo'shning esa juda ham kambag'aldir. Tushunarli inshaalloh. Xo'p, 20-darsda ham olib qo'ysak bo'laveradi o'zi, faqat ko'payib ketibdi. Yetadi mana shu joyga to'xtasak. 20-darsda ham bunaqangi qoida yo'q. 20-darsda bitta orqani takror qilib olish kerak bo'ladi. Keyin undan keyin xudosi 21-darsdan fe'liy jumlaga o'tib ketamiz. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ozgina qoida bor joylarini sharhladik, qolgan joyini tarjima qilib qo'ydik xolos. Keyingi darslardan xudosi chuqurroq fe'llar mavzular yangilanadi. Ismiy jumladan fe'liy jumlaga o'tamiz. 20-darsda ham xudosi bir kun alohida o'tirib tayyorlab joylab qo'yamiz. Tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.